эмоция. Там общение одна. Я одна? Да. Общая? Да, просто... Я же не стример. Вот, какой, нет. Сегодня гуляем там, и там мало. Уже после эфира, уже Дубай Марина как яхта ждем. Знаем? Знаю. Просто какой эмоции там. Цветы, пути, все. Какой? Да, сегодня... Ты нас видишь. Мы сегодня первый раз были в цветочном парке. Там было очень большое количество цветов. Были и медведи, и слоны. Кто там еще был? И красивая иллюстрация. Joning sog' bo'lsin. Akalar, assalomu alaykum. Xalqim, assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan birgalikda sizlar ham ko'zlaring tushgan bo'lsa kerak, bir qizcha Sardor aka, vaziyatimiz og'ir, qaysidir davlatda operatsiya holatidaman. Ana shunday og'ir vaziyatimiz, onam bilan birgalikda operatsiyadamiz deb bizga murojaat orqali chiqqanini videosini ko'rganman. O'sha qizchani kim tanisa, kim qanday niktaligini bilsa, yozsanglar, sizlar bilan birgalikda qo'limizdan kelgancha oddiy dunyo berolmaymiz. Biz ham oddiy odam, sizlar ham oddiy odam, hammamiz bir Allohning qulimiz. Zamira bilan birgalikda qo'limizdan kelgancha o'sha qizga ozroqgina bo'lsa ham vaqt ajratib yordam ko'rsatmoqchimiz. Lekin xalqim bizani planlar, proyektlar bor edi. Bugun mana Gulga bordik, aylandik, butun mana shunday chiroyligina emotsiyalar his qildi. Undan tashqari hozir biz yaxta gaplashib qo'yilganmiz. Yaxtaga biz kech qolaymiz. Iloji bo'lsa, tanigan insonlar bo'lsa, o'sha qizni nekini yozinglar. Biz hozir sizlar bilan birgalikda u qiz bilan ozroqgina suhbatlashib ko'rmoqchimiz. Kecha biz butun xalq oldida shu qizga ozroqgina yordam